Islom, Ha? sen ish qilib men bilan pulim uchun do'st bo'lib yuribsanmi? Ish qilib deganing nimasi? Men sen bilanchi faqat pul uchun do'st bo'lganman. Rahmat. Men senga shubha qilib o'tiribman-da, haqiqiy do'st emasmikan deb. Sen menga shubha qilyapsanmi? Eslatib qo'yaymi menda. Eslaysan, puling yo'q, ishdan haydalib ketib, 2 oy ko'chada sarson bo'lib yurgan paytingda hammadan pul so'rab, "Meni pulim bor" deb bermadim lekin. Haqiqiy do'st. Sal qoldi, shunday qarayman, pul beraveraman deyapman-da, lekin aytibman, "O'y, to'xta. Ertaga ko'z-ko'zga tushishi bor, choyxona qilishing bor. Nima degan odam bo'lasan? Bola ustingda kulmaydimi?" deyapman. Men zo'rg'a chidab turganman, lekin men o'sha paytda qiynalib yurgan paytingda ham pul bermaganman. Shunaqa bolalar ham bor-da, mana Begzod bor-ku. Eslaysanmi, hashar qilgan vaqting biza haqiqiy do'st sifatida umuman bormadik. Telefonlarni ham ko'tarmadik. Telefonlarni ham ko'tarmadik. Lekin Begzod kelib o'tirdi. Tashlik qilib, xabar olgan keldik dedi. Bizani krugga emas. Unaqa bizani krugda faqat gnidalar bo'lish kerak. Unaqa bolani yo'qotish kerak bor-ku. Shunaqa. Bittaga yo'qotish kerak, lekin men sinfdoshlaring odam emassan. Sinfdoshlaring eslaysan, to'y qilganning? To'yingdan bir hafta oldin keldi, xizmatingda qildi, to'yga pul ham berib ketdi-da. Sinfdoshlarim oldindan odam emas-ku. Qachon qarama qora kunda kelib yuradi shular. Men aytdim, biza mana to'ying kuni faqat shu to'y kuni bordik, yedik ichdik ketdik, tamom. Haqiqiy do'st bilsang bilarsan lekin. Mana sen haqiqiy do'st. To'yingga chaqirmading-a? Storiesdan bildim to'ying bo'layotganini. Lekin sen ham haqiqiy do'st. Shu storiesda ko'rib turibman, tabriklamading. Shu bolani to'yi ekan demading. Do'st degan do'st. Shubha qilmaganman senga. Do'st degan shunaqa bo'lish kerak. O'zi men sen yaxshi ko'rgan qizga uylanganman. Men yaxshi ko'rgan qizimni aldab yo'ldan urib, sen uylangan, Men o'sha paytda bilganman haqiqiy do'stligingni. Shunoq ko'zlaringga qarayapman, aytaman, gnidalik borda aytganman. Mana bundan do'st chiqadi deganman. Rahmat, lekin mana shu qiyin kunlarimda tashab ketayotganing uchun, pul so'ragan paytda bermayotganliklaring uchun. Do'st bo'lish kerak haqiqiy. Islom. Do'st topiladi, pul topilmaydi. Ana shuni biriktalab tushunmaydi-da. Menga qara, mansabdan ketdikmi, ishdan haydaldikmi, pulimiz qolmadimi, tashab ket. Kechvor. Shunaqa bo'lish kerak. Haqiqiy do'st degani. Haqiqiy do'st degani qiyin kunda sotib ketish kerak. Kerak bo'lsa, qiyin. Sherzod haqiqiy do'stim. Sherzod mana 3 yil bo'lyapti, 100 ming so'm qarz oldi, yo'q bo'lib ketdi shu. Do'stligini 100 ming so'mga sotib yorgan. Haqiqiy do'stda. Qarana telefonni ko'taradi. Uyda yo'q, ko'chib ketgandir. 100 ming so'm uchun, ha? Bunaqa do'stlar kam. Shu Sherzoddek do'stlar uchun bunaqalar ko'payish kerak deb. Shunaqa bizda shu qora kunda yo'q bo'lib ketadigan do'stlarimiz ko'p bo'lsin. Shunday bo'lsin. Lekin sen ishdan haydalib ketishingga men sababchiman, bilasanmi o'zi shuni? Yo'q-e? Aytmay yurdim, lekin bugun shubha qilgancha aytaverayman. Senga porani kim kiritgan? Sekretaringdan porani kim kiritgan? Kim sotgan seni? Men sotganman o'sha payt. Qamalishimga ham sen sabab bo'lganman. 2 yil qamoqda o'tirib chiqqansan meni deb bilsang bilarsan lekin. Men haqiqiy eng katta o'rtog'im sensan-da baribir. Men haqiqiy ichqora ablah odamman. Lekin sen ham shunga arzigulik bo'lgin. Men harakat qilaman. Mehr paydo bo'lyapti senda. Harakat qilaman. Qara, men hozir yaxshi joyda o'tiribman. Sen ham bir harakat qilgin. Men bilmay qolib surpriz qilgin. Shuni qamoqdan chiqqandan keyin mana degan ko'zimga yosh kelib ketmasin. Xursand bo'lib ketay. Shunaqa do'stlarim ko'paysin. Bo'ldi. Do'stlik. Men buni ham to'layverasan, qaymi? Yo'q. Mana qara, do'st yo'q deydi. Malades. Haqiqiy do'st. Kamayib ketyapmiz bunaqalar kam juda ham.